Bizning klinikamizni boshqa klinikalardan qanaqa farqli jihatlar bor? Albatta, eko jarayoniga tayyorgarlik bosqichi. Bizning klinikamiz o'ziga xos ravishda barcha juftliklarda, barcha eko amaliyotiga tayyorgarlik ko'rayotgan juftliklarda analizlarning normaga kelishi va mikro-makroelementlarning normaga kelishini kutadi. Bu bizda 1 oy vaqtni olishi mumkin, 2 oy, 3 oy vaqtni olishi mumkin. Qachonki normaga keladi, undan so'nggina eko amaliyotiga olinadi. Chunki eko amaliyotida bittagina tuxum hujayra yoki bittagina sperma bu butun bir organizmdan paydo bo'ladigan hujayra hisoblanadi va aynan organizmning sog'lom bo'lishligi yoki organizmning homiladorlikka tayyor bo'lishligi eko amaliyotiga tayyor ekanligimizni ko'rsatadi. Shu bilan birgalikda bizning klinikamizda stimulyatsiya jarayonlari va embrion transferiga tayyorgarlik bosqichi ham har bir bemor uchun individual yondashiladi va o'ziga xos tarzda olib boriladi. Agarda bir necha marotaba embrion transfer holatlarida qandaydir muammolar duch kelsa yoki homiladorlik kuzatilmasa, boshqa shifokorlar bilan birgalikda klinik auditlar ham amalga oshiriladi. Menimcha barcha shifokorlar o'zini qilayotgan ishini, o'zini bajarayotgan ishini boshqa bir shifokorlar bilan birgalikda maslahatlashishi va aynan audit holatda bir necha shifokorning fikrini bilgan holatda bitta yagona maqsadga qarab harakatlanishi, ya'ni komanda bo'lib ishlash, bu bizning klinikamizning eng katta yutuqlaridan bittasi. Va shu bilan birgalikda bizda faqatgina ayollar jamoasi mavjud bo'lib, anesteziologimiz ham ayollardan iborat.